Hocam o'tamiz bugun. Ya'ni genom mutatsiyalari. Genom mutatsiyalari ikki xil turga bo'linadi. Aneuploidiya va poliploidiya deyiladi. Aneuploidiya, poliploidiya. Aneuploidiya bu xromosoma sonining ta'ga ortishi yoki ta'ga kamayishi. Deylik, bittaga ortadi, bittaga kamayadi, ikkitaga ortadi, ikkitaga kamayadi yoki 3 ta 4 ta 5 taga ortadi. Poliploidiya bu xromosoma sonining karrali ortishi. Tushunarli? Demak, karrali ortishi. Tushundingizmi? Demak, karrali ortishiga. Endi poliploidiya ikki xil turga bo'linadi. Avtopoliploidiya va allopoliploidiya. Buni o'tganmiz sizlar bilan, to'g'rimi? Avtopoliploidiya va allopoliploidiya. Avtopoliploidiya bu bir xil organizmni o'zini xromosoma sonini karrali orish. Masalan, karamda 2n, 4n, 8n bo'ladi. Yoki deylik, bug'doyda 2n, 4n, 8n shunaqa bo'lib ortadi. 24 ta, 48 ta, 72 ta xromosoma bo'ladi. Bu avtopoliploidiya. Allopoliploidiya ikkita o'simlikni chachishtirib, uni xromosomani karrali ortish. Masalan, karam bilan karamning 9 ta xromosomasini olganmiz, 9 ta xromosomasini olganmiz, ikkalasi chachishtirganmiz, 18 ta xromosoma naslsiz. To'g'rimi? Ya'ni birinchi 9 ta tushganda 10 dan boshlab 18 gacha tushgan. Ya'ni toq bo'lib qolgan. Bizda xromosomalar juft-juft bo'lib joylashgan kerak, to'g'rimi? Keyin uni yana karrali orttirgan Karpachenko 9 tadan oldin yana 9 ta xromosom paydo bo'lgan, ya'ni karamning 18 ta xromosomasi, 9 tasini oldin yana 9 ta, ya'ni karamning 18 ta, umumiy xromosoma 36 ta bo'lgan, keyin shu bilan nasl bergan. Tushunarli? Ya'ni ikkita xromosomani, ikkita o'simlikni yoki ikkita organizmni chachishtirib, uni xromosomani karrali ortish bu allopoliploidiya deyiladi. Shuning uchun har xil turga mansub. Tushundikmi? Bu turga mansubligiga nisbatan. Endi poliploidiyaning yana bitta turi bor. Ya'ni ro'y berishiga ko'ra shuniga to'xtalamiz bu. Poliploidiyaning ikkita turi bor. Demak, muvozanatli va muvozanatsiz poliploidiya. Muvozanatli va muvozanatsiz poliploidiya. Tushunarli? Muvozanatli poliploidiya va muvozanatsiz poliploidiya. O'zi poliploidiya degani xromosomaning gaploid to'plamiga nisbatan karrali ortishiga ma'no bildiradi. Tushunarli? Xromosomaning gaploid to'plamiga nisbatan karrali ortish. Mana 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, 9n, hokazo ortish. Tushundikmi? Shuning uchun ham gaploid to'plamini o'zi poliploid hisoblanmaydi. Tushundingizmi? Endi muvozanatli degani bu 4n, 6n, 8n, 10n, hokazo. Muvozanatsiz degani 3n, 5n, 7n, 9n va hokazo. Tushundingmi? Ya'ni toq to'plamida ortsa u muvozanatsiz, juft to'plamida ortsa u muvozanatli poliploidiya deyiladi. Eslab qoldingizmi? Tushundingmi? Endi bizning birinchi qiladigan ishimiz poliploid turlaridan gameta olish. Tushunarli? Gameta olish. Ya'ni biz sizlar bilan 2n organizmdan gameta olganmiz. 2n organizmdan ikkita gameta tushadi. N va N. To'g'rimi? Masalan, deylik, katta bo'lsa A tushadi. To'g'rimi? Endi ikkalasi ham bir xil bo'lgani uchun biz bitta qilib yozamiz. To'g'rimi? Katta A kichkina A bo'lsa, bitta katta A, bitta kichkina A. Ya'ni yarim tushadi, bilasizlar? 2n ning N gameta bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Endi 3n bo'lsa 2n va n gameta tushadi. Eslab qo'ying. 3n bo'lsa 4n bo'lsa 2n dan gameta tushadi. Tushunarli? Tushundingizmi? 5n bo'lsa 3n va 2n dan gameta tushadi. 6n bo'lsa 3n va 3n dan gameta tushadi. To'g'rimi? 7n bo'lsa 4n va 3n gameta tushadi. Tushundingizmi? 4n 3n tushadi bo'ldi. Mana 4n yana 2n bo'lib, 3n yana 2n bo'lmaymiz. Bu 4n 3n tushadi. Tushundingmi? 8n bo'lsa ikkita 4n ning gameta tushadi. Tushundingmi? Eslab qoldingizmi? Bu qanday gametalar hosil qilish? Tushundingmi? Savollar bormi? Yo'q. Xo'p. Endi
ko'ramiz. Birinchi buni ikkalini bilasizlar. Uchendan boshlangan, tok muvozanatsiz poliploiddan boshlanmaymiz. Muvozanatlidan boshlaymiz. Chunki bularniki bir xil, mana e'tibor berganmisiz. Bu osonroq. Tushunarli? Ma'noga nisbatan. Tushundikmi? Shuning uchun birinchi 4n dan boshlaymiz. Masalan deylik. Katta A kichkina organizmdan gamet olamiz. Tushundingizmi? Bu poliploid turlar. Tushundikmi? Birinchi qiladigan vazifangiz qanday gametlar hosil bo'ladi uni bilish. Ikkinchi qiladigan ishingiz nechtadan hosil bo'ladi uni bilish. Bu ana ikkinga o'xshab bitta ikkita hosil bo'lmaydi. Bu karrali ortnam. Tushundikmi? Eslab qoldingizmi? Birinchi qanaqa gametlar hosil bo'ladi uni bilib olamiz. Keyin nechtadan hosil bo'ladi uni bilib olamiz. Tushundikmi? Endi buning uchun eng oson usuli birinchi raqamlar olamiz. 1, 2, 3, 4. To'g'rimi? To'g'rimi? Endi qanday gametlar hosil qiladi desa, 4nmi bu? Nima hosil qilish kerak? 2nmi? To'g'rimi? Ikkita katta A hosil qilish mumkin. To'g'rimi? Bitta katta A, bitta kichkina A hosil qilish mumkin. Bitta kichkina hosil qilish mumkin ekan. To'g'rimi? Mana bu va mana bu bilan. Tushundikmi? Hamma tushundimi? Ikkita katta gametga tushishi mumkin, bitta katta kichkina tushishi mumkin. Mana 4 ta organizmdan ikkitadan tushdimi? 3 xil gameta hosil qilar ekan. Tushundikmi? Endi Rustam tushunsin. Endi nechtadan hosil qiladi ko'ramiz. Xo'p, kichkina genotipli organizmlarda kombinatsiya qilib topsangiz bo'ladi. Qanaqa? Masalan, A degani bu 1 bilan 2. To'g'rimi? Boshqa kombinatsiya bormi? Ha? Tegida bir ikkisi yo'q. Tepasiga просто nomerini raqamlab yozib oldim. Tushunarli? Tushundingizmi? Xo'p, demak 1 va 2 kombinatsiya bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, necha xil gameta hosil bo'lar ekan? 1 xil. Boshqa gameta hosil bo'ladi. To'g'rimi? Katta kichkina qanday hosil bo'ladi desa, 1 bilan 3 bo'lishi mumkin, 1 bilan 4 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? 2 xil bo'ldimi? 2 bilan 3 bo'lishi mumkin, 2 bilan 4 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Necha xil bo'ldi? 4 xil bo'ldi. Tushundikmi? Tushundingizmi? Ayza tushundimi? Uchta chiqib qoldi. 4 ta organizmdan, 4 talik organizmdan 2 talik gametalar tushadi. Mana 2 ta, mana 2 ta, mana 2 ta. 3 ta chiqmadi, 3 xil chiqdi. Tushundingizmi? Qaysi joyga tushmaysiz? Ha? Qonuniyat bo'yicha 3 xil gameta hosil qiladi. Tushundingizmi? Xo'p, endi demak, mana bundan necha xil chiqadi? Faqat 3 bilan 4 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 1 xil. Tushundikmi? Tushundingizmi buni? Tikka davom ettiramiz. Bu faqat katta kichkina emas. Bizda bo'lishi mumkin. Katta A, kichkina bo'lsa-chi. To'g'rimi? 3 xil. 1, 2, 3, 4 nomerlar oldik. Bizda katta A kichkina tushishi mumkinmi? Kichkina bo'lishi mumkinmi? Boshqa chiqmaydi. Bu chiqishi mumkin. To'g'rimi? To'g'rimi? Bir xil dotni ma'lumot va 3 xil chiqishi mumkin. To'g'rimi? Demak, 2 xil chiqadi. Boshqa chiqadimi? Chiqadimi ayzi? Endi mana bu qanaqa bo'lishi mumkin? 1, 2, 1, 3, 1, 4. Necha xil ekan? 3 xil. Mana bu 2, 3, 2, 4. To'g'rimi? 2 xil. 3, 4. 3 xil. Necha xil ekan? To'g'rimi? To'g'ri yozdimmi? To'g'rimi? Muhiddinov to'g'ri topdingizmi? Ketdik, davom ettiramiz. Hali 3 ta soni 2 ta bo'lishmi? Yo'q, hali 2 xil, soni 6 ta. Hali mana 1 xil, 2 xil, soni 6 ta. Tushundingizmi? Mana bunda hali 3 xil, lekin soni 1 ga 4, 5, 5 ga 1, 6 xil. Tushundingizmi? Endi masalan deylik, katta A va kichkina organizm bo'lsa.
Qanday gametlar chiqadi? Katta chiqadi. Katta kichkina chiqadi. Bo'ldi. Katta kichkina 1 2 3 4 nomer olsak 1 ga 2 1 xil, 1 ga 3 2 xil. To'g'rimi? Hech xil ekan. Hop, 1 ga 2, 1 ga 3 va 2 ga 3. 3 xilmi? To'g'rimi? Mana 1 2 1 3 va 2 3. To'g'rimi? Mana buchi 1 ga 4, 2 ga 4 va 3 ga 4. To'g'rimi? Necha xil ekan? 2 xil nechta ekan? 6 ekan. Tushundingmi? Shunday tushundim. Endi buni tushunib oldik. Bu kichkinaroq, osonroq. Endi kattaroq o'tamiz. Tushundingizmi buni? Hozir to'raymiz. 4'lik. 4'likni raqam bilamiz. 1 2 3 4 ta deb. Ammo bu 2 ta degani bu 2 n degani. Tushundingizmi? Bu 4'lik organizm. Endi 6'likni ko'ramiz. Masalan, taxminan yozib ko'ramiz. Katta A, kichkina. To'g'rimi? To'g'rimi? Bunda kombinatsiyalar soni oshadi. Bunda adashishingiz mumkin. Demak, bunda birinchi qiladigan ishingiz har doim ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi, qanaqa gametlar hosil qilish mumkinligini yozib olish. Qanaqa gametlar hosil bo'ladi? Bu 6'likmi? 3 tadan gametlar hosil bo'ladi. A deb yozib qo'ya olmaymiz buni. Mana bunga o'xshatib. Tushundingizmi? Bu 3 ta gametlar hosil qiladi. Ya'ni A kichkina, to'g'rimi? A kichkina, to'g'rimi? Mana. Yana bitta suriladi, kichkina. To'g'rimi? 3 xil hosil qilar ekan. Tushundingmi? Endi buni formula bo'yicha hisoblaymiz. Formulamiz shuki, yig'indagi summa deyiladi, faktorial. Hozir tushuntiraman nimaligini. M faktorial, n faktorial ko'paytirilgan qarshida m minus n faktorial degan. Tushundikmi? Bu formula eslab qoling. Har qanaqasiga tushadi. Tushundingizmi? Tepada m, pastda n, mana bu yoq ko'paytirilgan m minus n ning ko'paytmasi. Tushundikmi? Nima degani bu? M faktorial bu genotipdagi kerakli genlarning umumiy soni. Tushunarli? Eslab qoling. Genotipdagi kerakli genlarning umumiy soni. Nima degani desa, masalan, katta A uchun faktorial topishimiz uchun m 2. Kichkina A uchun faktorial topishimiz uchun m 4. Tushundingizmi nima demoqchilik bo'lganini? Genotipdagi siz uchun kerakli bo'lgan genlarning umumiy soni. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Ya'ni genotipdagi uchragan genlarning umumiy soni. So'rchi kattami nechta bo'lsa, kichkina Nechta bo'lsa shu. Masalan, deylik, mana bu yerda katta A uchun m 2. Lekin mana bu yerda katta A uchun m 1. Mana bu yerda katta A uchun m 3. Mana bu yerda kichkina A uchun m 2. Lekin mana bu yerda kichkina A uchun m 3. Mana bu yerda kichkina A uchun m 1. Tushundingizmi? Umumiy soni. N bu gametadagi kerakli genning soni. Tushundingizmi? Ya'ni n bu mana bu yerdagi son. Masalan, mana bu yerda 4 ta kelib turib, mana bu yerda bitta uchrashi ham mumkin. Mana bu yerda 4 ta kelib turib, mana bu yerda 2 ta kelishi ham mumkin. Mana bu yerda 4 ta kelib, mana bu yerda 3 ta kelishi ham mumkin. Tushundikmi? N bu gametadagi kerakli genlarning soni. Eslab qoldingizmi? Tushundikmi? Juliarov tushundimi? Gametadagi kerakli genlarning soni. Tushundikmi? Masalan, katta A uchun m 2, n 2 bu yoqda. Bu gametada katta A uchun m 2 lekin n 1. Tushundingizmi? Tushundikmi? Deylik, mana bu gametada kichkina A uchun m 4 lekin n 2. Kichkina A uchun m 4, n 3. Tushundikmi? M o'zgarmaydi, n o'zgaradimi faqat? Yo'q, m ham o'zgarishi mumkin. Endi genotipga qarang. Kelasi o'zgaradi. Tushundingizmi? Ana hozir genotipdagi
genotipdagi hammasi ham gametada tushmaydi. Shuning uchun uni alohida topishimiz kerak. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Demak, n bu genotipdagi soni, n bu gametadagi son. Keyin yana bitta qoida. Mana bu yerda a uchun alohida, kichkina a uchun alohida formula qo'yiladi. Mana buni topib qo'yib, mana bu qolib ketib qolmasin yana. Tushundingizmi? Tushundikmi? Eslab qoldingizmi? Mana bu narsa bu buning ayirmasi. Tushundikmi? Endi yana bitta tushuncha 0 chiqib qolsa faktorial bu degani 1 ga teng degani. Tushundingizmi? Masalan, n boya 3 chiqib qoldi-yu. 3 minus 3 0 ku. Bu degani 1 degani. Tushundikmi? 1 chiqib qolsa u ham 1 ga teng degani. Tushundingizmi? O'zi nima degani? Mana bu unda faktorial nima degani desa, faktorial degani 3 faktorial degani 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi degani. 1 ko'paytir 2 ko'paytir 3 degani. 4 faktorial degani 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi degani. 8 faktorial degani 1 dan 8 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi degani. Tushundingizmi? Tushundikmi? O'tganmizda matematikada 1 dan 8 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. Tushundikmi? 2 faktorial degani 1 kere 2 degani. Tushundingizmi? Demak, mana shu. Endi hisoblaymiz. Masalan, mana bu gametani hisoblaymiz. Hop. Katta A, kichkina gameta, to'g'rimi? Alohida A uchun hisoblaymiz. Alohida kichkina A uchun hisoblaymiz. Nimaga? Chunki bunda A alohida kombinatsiyasi 1, kichkina A alohida kombinatsiyasi 3 edi. Tushundikmi? Faqat dominant genlarni hisoblab ketmagan. Endi A uchun qanaqa desa, hisoblaymiz A uchun. A nechta bu yerda? 2 ta. Demak 2 faktorial bu. To'g'rimi? Endi hop n nechi? 2 chunki nechta uchradi? 2 ta. To'g'rimi? 2 minus 2 ning faktoriali bu. To'g'rimi? Bu degani 1 ko'paytir 2 taqsim 1 ko'paytir 2. Mana nech chiqadi? 0 faktorial necha teng? 1. 1 mi? Qisqarib ketsa demak 1 ekan. To'g'rimi? Demak, katta ayrimizning uchrash chastotasi 1 ekan. Ya'ni kombinatorikasi. To'g'rimi? Ya'ni bitta ekan. Buni tepasiga yozib olamiz. Yozib olish sizdan chiqmasin. Endi kichkina a uchun topamiz. Kichkinaniki boshqacharoq chiqadi. Kichkina m nechi? 4 faktorial. To'g'rimi? Chunki nechta uchraydi bu? 4 ta. Kichkina nechi? 1 faktorial bu. Nimaga? Chunki buning ichida n bu gametadagi sonimidir. To'g'rimi? Endi m minus 1 4 minus 1 ning faktorialmi? To'g'rimi? 4 faktorial 1 ko'paytir 2 ko'paytir 3 ko'paytir 4 deganimi? 1 faktorial 1 mi? 4 dan 1 dan ayrsam 3 faktorial chiqadimi bu? Bu degani 1 ko'paytir 2 ko'paytir 3 deganimi? To'g'rimi? Endi 1 2 3 bilan mana 1 2 3 ketadimi? Demak nechta tushibdi? 4 ta. 1 4 chiqdi. Nima qilamiz endi? Ko'paytiramiz. Ko'paytirishga hammasi. Demak, mana bu gamet ham 4 ta uchirgan. Demak, mana bu gamet ham 4 ta uchirgan. Tushundingizmi? Tushundikmi? Buni mana buning ichidan kombinatsiya topsiz ham bo'laveradi. Masalan, deylik 1 2 3 4 5 6. Masalan, 1 bilan 3, to'g'rimi? Yo'q, mana 1 2 bilan 3, to'g'rimi? 1 2 bilan 4, to'g'rimi? 1 2 bilan 5, 1 2 bilan 6. Mana 4 ta chiqadi. Tushundingizmi? Mana shuni hisoblaylik biz. Nimaga men bu usulni o'rgatmadim? Chunki bu 4 ham 5 ham 6 ham deb ishlaydi. Gametalar soni oshgan sari, masalan 10 ham bo'lib qolsa, kombinatsiyangiz oshib ketib qoladi, siz adashib qolasiz. Tushundingizmi? Shuning uchun mana formulani yodlash oson. Mana bu genotipdagi soni, mana bu gametadagi soni, mana bu ayirmasi. Tushundikmi? Endi ikkinchisini topamiz. Masalan, mana bu. Katta A, kichkina A'ni ichida. Buni ham alohida A uchun topamiz. Buni ham alohida kichkina A uchun topamiz. Tushundikmi? A uchun qanaqa? A uchun m nechi edi? 2. To'g'rimi? A uchun kichkina n nechi? 1. To'g'rimi? 2 minus 1 ning faktoriali bo'ladi. 1 ko'paytir 2 mi? Mana bu 1 ko'paytir mana nechi? 1 faktorial 1 mi? Demak 2 ta uchirgan. Demak, mana bu 2 yozaman.
To'g'rimi? Mana buchi kichkina am uchun m nechi? 4 faktorial. Kichkina am nechta? 2 faktorial. Shu joyda tap 4 bilan 2 ni qisqartirib olmang. Bu 4 bilan 2 degani emas. 4 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasdan 2 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasdan xato bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Sizlar shundoq qilasizda. Bu chunki mana 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 ko'paytirib 4. Mana bu 1 ko'paytirib 4 bilan 2 ni qisqartirib olsangiz 2 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bizda nechi bo'ladi? 12 bo'ladi. Tushundikmi? Shuning uchun ham shoshib ketmang unaqa. Matematikani yaxshi bilayotganman. Endi ko'paytiramiz. 4 minus 2 ning faktorialmi? 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 ko'paytirib 4 mi? Mana bu 1 ko'paytirib 2 mi? Ko'paytirib 4 dan 2 ketsa 2 bu degani yana 1 ko'paytirib 2 degani. To'g'rimi? Mana bu 1 2 bilan mana 1 ketadi. 3 kere 4 12, 12 ni 2 bo'lsa 6. Demak 6 ekan. Demak bundan 12 ta chiqdi. Ha, demak bundan 12 ta chiqdi. Tushundingizmi? Tushundikmi? Tushundingizmi? Ha? Umumiy qilib deganingiz emas. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Ular adashib qolasiz. Kombinatorikada bitta taraf sanab o'tirib bo'lmaydi. Endi buni tuzatamiz. Tushundingizmi? Mana shu o'zi mana o'rgatgan usulni qo'llang kam bo'lmaysiz. Demak, bunda faqat bitta ish qilamiz. Faqat kichkina a uchun topamiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Kichkina a uchun m necha teng? 4 faktorial. Bu necha teng? 3 faktorial. Ko'paytirib 4 minus 3 faktorial. 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 ko'paytirib 4 mi? Mana bu 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 mi? Mana bu nechi? 1 mi? Nechi ekan? Ha, demak bu 4 ekan. Demak bu organizmimiz 3 xil 20 ta gametda hosil qiladi. Tushundikmi?